o'limni ko'p eslagan odamda omonat bo'ladi. Muhammad alayhissalomni hamma jihatlari maqtovga sazovor bo'lgan. Shirin so'z bo'lganlar, rostgo'y bo'lganlar, silai rahmni chiroyli qilganlar, hamma fazilat bo'lgan. Hamma insoniy fazilat Rasulullohdan mujassam bo'lgan. Lekin hammasidan ortiq jamiyat uchun eng e'tiborli fazilat Rasulullohni Muhammad Amin deya ular e'tirof etishardi. Ishonchli Muhammad, omonatdor Muhammad. Odamlar uzoq bir safarga chiqadigan bo'lsa, ilgari qulfi kalit bo'lmagan omonatlarini omonatdor odamga tashlab ketishardi. Makkaning ana o'shanday ishonchli odamlar safarga chiqqanda tashlab ketiladigan omonati Muhammad alayhissalomga tashlab ketilardi. 13 yil payg'ambar bo'ldilar. Makkada 13 yil da'vat etdilar. O'sha mushriklar bilan birga yashadilar. 13 yil mobaynida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni nubuvvatlariga ular iymon keltirmadi, ishonmadi, lekin omonatdorliklariga ishonardi. Rasulullohga omonatlarini tashlab ketishardi. Hazrati Abu Bakr bilan Makkadan chiqib ketar chog'larida Hazrati Alini chaqirdilar, aytdilarki, mana bu dedilar falonchini omonat. Mana bu falonchini omonat. Bu falonchini omonati deb nomma-nom aytib, har bittasini omonatini aytib, aytdilarki, men chiqib ketgach 3 kundan keyin egalariga olib borib topshirasan dedilar. Qarang, bu omonatdorlikni Rasulullohga qanchalar azor beryapti. Rasulullohni yashab turgan shaharlarga sig'dirmayapti bu munofiqlar, mushriklar. Yana omonatini topshirib qo'ygan. Bu to'g'ri odam, ishonarli odam deb. Rasulullohning omonatdorliklarini qarang. Egalariga topshirib, men 3 kundan keyin chiqib ketganimdan keyin egalariga olib borib topshirasan dedilar. Bizga xiyonat qilsa ham biz unga xiyonat qilmaymiz. Rasulullohga ular xiyonat qilishdi. Muhammad alayhissalomga azor berishdi. Atrofidagi sahobalarni o'ldirishdi. Juda katta jabr ko'rsatishdi. Lekin payg'ambar alayhissalom ularga xiyonat qilmadilar. Islomning ta'limoti mana shu bo'ladi azizlar.